Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida Pentagon uchun moliya qisqaradi. Afg'oniston qachon o'z taqdirini o'z qo'liga oladi? Suriya yuzasidan xalqaro yakdillik yo'q. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Washingtondan Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz yana huzuringizda. Qo'shma Shtatlar dunyodagi eng qudratli davlat kelasi 10 yil ichida o'z harbiy byudjetini 500 milliard dollarga kamaytiradi. Bu degani Amerika armiyasining safi ham torayadi. AQSh ixchamroq, olovli nuqtalarda tez va operativ harakatlana oladigan armiyaga ega bo'lmoqchi. Qisqarishlar natijasida kelasi 5 yilda qariyb 260 milliard dollar pul tejaladi. Zobitlar soni hozirgi 562 mingdan 490 mingga kamayadi. Harbiy dengiz xizmatchilari soni esa 202 mingdan 182 mingga tushadi, deydi Mudofaa vaziri Leon Panetta. Qo'shma Shtatlar F-35 rusumidagi ilg'or jangovar samolyotlarni ham kamroq xarid qila boshlaydi. Chet eldagi bazalar yopiladi. Harbiylarning maosh, pensiyalari kamayadi. Bundan buyon e'tibor ixcham va zamonaviy, muayyan tahdidni bartaraf eta oladigan tezkor, maxsus kuchlarni tayyorlashga qaratiladi. Amerikaning yangi mudofaa strategiyasida Osiyo Tinch okeani mintaqasi, xususan Xitoy va Shimoliy Koreyaga alohida ahamiyat qaratilgan. Yaqin Sharqdagi jarayonlar ham ko'zdan qochirilmaydi. Havo va dengiz kuchlari salohiyatini oshiramiz. Osiyo Tinch okeani mintaqasida barqarorlikni ta'minlovchi kuch, deydi vazir Leon Panetta. Harbiy tahlilchi Matt Irvin deydiki, 2001-yilning 11-sentyabr ketidan boshlanib ketgan mojarolar, Afg'oniston va Iroqdagi urushlar natijasida piyoda askarlar soni haddan ziyod oshgan edi. Oradan 10 yil o'tib, tahdid darajasi ancha pasaygan. Bugungi iqtisodiy taqchillik mudofaa sohasini ham chetlab o'tmaydi. Prioritetlar o'zgaryapti. Askar sonini qisqartirish qisqa muddatda ma'qul qaror, deydi u. Hozirgi kunda Eron bilan aloqalar tarang. Yaqin Sharqda ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Iroq va Afg'onistondan qo'shinlar olib chiqilgandan keyin ham regionda bazalar qoladi. 2012-yil AQShda saylov yili emasmi? Prezidentning har bir qarori yaqindan kuzatilyapti. Muxolifat, ya'ni respublikachilar nazarida Afg'onistonda urush davom etayotgan bir paytda Obama Pentagon byudjetini kesayotgani xato qaror. Luis Ramirez, Shohrux Hamro, Washington. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.